Bu kunlarga yetganlar bor, yetmaganlar bor. O'zing tortma davralardan el chorlaganda, tiriklikning bayrami deb sozlanganda tor. O'zing so'lig'in lablar bilan pichirlagandek, bu kunlarga yetganlar bor, yetmaganlar bor. Azizlar, sizlarni mana shunday to'kin dasturxonlarimizga taklif etish uchun uzoqdan yaqindan kelgan barcha insonlarimizga o'zining ko'nglidagi niyatlarini, orzu istaklarini bildirib, bugun mana 50 bahorni qarshilagan Yarashboy aka oilasiga, shaxsan Yarashboy akaning o'zlariga yurak so'zlarini, qalb so'zlarini izhor qilish uchun mana shu Soyapur iloqini boshqarib raisi mana Qo'ziboy akam shu ishlar qilmoqdalar. Qo'ziboy aka bugun do'stlar, qarindosh urug'lar, yaqin insonlarimiz ko'ngildagi niyatlarini, orzu istaklarini qilib kelmoqdalar. Ustoz, o'zingizning niyatlaringizni bildirsangiz. Uzoqdan yaqindan kelgan barcha to'y qatnashchilarimiz eng avvalo noni tuzlarimizni taklif etib, to'y davramizni ochib berishni sizdan iltimos etamiz. Assalomu alaykum, uzoq yaqindan kelgan aziz mehmonlar, hurmatli davra qatnashchilari. Mana bugun sizlar bilan shu Safarovlar xonadonida, ya'ni Yarashboyning 50 yoshga to'lishi munosabati bilan shu yerga yig'ilishgan ekanmiz. Ben shu fursatdan foydalanib o'z nomimdan, oila a'zolarim nomidan, qo'ni qo'shnilar nomidan, barcha shu yerga qatnashganlar nomidan shu Yarashboyni 50 yoshi bilan tabriklaymiz. Yarashboy uzoq umr, baxt saodat, kelgusida shu farzandlarini uylantirish, aqtiq chovlaklarning to'ylarini ko'rish, shu bugun yana 50 yosh yubileyida o'tiribmiz ekan, 60 yosh yubileyi, 63 payg'ambar yoshini, 70-100 bahorning yoshini ko'rish hammamizga muyassar etsin. Hammamiz shu yerda shu kelgusi to'ylarni o'tkazishga birgalikda qatnashganmiz. Shunga Yarashboyga uzoq umr tilaymiz sizlar nomingizdan ham. Shu farzandlarni ishga joylashtirib, ularga tarbiya berib, aqtiq cho'g'larning to'yini o'tkazishda kuch-quvvat, uzoq umr tilaymiz sizlar nomingizdan. Endi o'rtoqlar, shu bugun Yarashboyning yubileyini shu to'y qatnashchilari nomidan, evastoshlar nomidan, sizlarning nomingizdan ochiq deb e'lon qilamiz. Oldingizga qo'yilgan non, bu dekalarni yetishtirgan noz ne'matlardan yeb ichib, tartibli o'tkazib to'yimizni shu davrani o'tirishingizni iltimos qilamiz. Yana Bozorboy boshchilik bir guruh san'atkorlarimiz sizlarning xizmatingizda. Shu yaxshi tilak, istakni Yarashboyning nomidan, shu oilasi nomidan hammangizdan iltimos aytib, yeb ichib o'tirishingizni iltimos qilamiz. Rahmat so'z berganingiz uchun. Rahmat. Qo'ziboy aka, niyatlaringizga, orzu istaklaringizga biz ham qo'shilamiz. Azizlar, sizlarni to'g'in dasturxonlarimizga, noni tuzlarimizga taklif etamiz. Bugungi to'yimizni zavqli, shavqli qilib o'tkazish umidida kelgan mana Qoraqalpog'istonda xizmat ko'rsatgan sevimli san'atkorimiz, san'atkorlarning ustozi desak ham bo'ladi. Mana Karimboy Rahmonovning eng bir dildan yaqin, yurakdan yaqin shogirdlari bo'lmish mana Bozorboy Jumayev boshchilik bir guruh san'atkorlarimiz sizning xizmatingizda. Sizlarni noni tuzimizga taklif etamiz. To'g'in dasturxonlarimiz sizdek muhtaram insonlarimizga muntazir. Bosh ustiga keling aziz mehmonlar. Sizlarga ochiqdir to'y dasturxonlari. Mehmon bilan xonam obod, yurt obod, yaxshi mehmon qilir doim dilnishod. Pok yurak mehmonga intiq mazorman. Qon qardosh do'stlarga to abad borman. Topganim shu to'yim, aziz mehmonga hurmatim ko'taray go'yo osmonga. Bosh ustiga keling aziz mehmonlar, sizlarga ochiqdir to'y dasturxonlari. To'y dasturxonlari sizlarga muntazir. Biz qo'shiq navbatini Bozorboy boshchilik san'atkorlarimizga beraman. Altından kapas tut
çoban elinle, öz yüreğinde yürsen çoban elinle. Yat ellerde şahlık davam etmeyin, öz yüreğinde yürsen çoban elinle, öz yüreğinde yürsen çoban elinle. Nasibendir var, bay kolay değil izzetinle. Yarışmaya uzak olmaya bak senden. Yine bu 50 yıldakini atmış çetenin vatanına. Doğru yine bir yukarıda 50 yıldakini atmış çetenin vatanına. Allah'ın nesliyle sağ selamet olsun. Tutmaz Türk olsun, kalkınız müsteket olsun. En yaman üllemizsin. Namacını da bir anamaysınlar. Yarışmayın yalan kapkanı boya buyurgay. Ben son 67 yaşında min ayı görüyorum seni oturup yer günler bilen birlikte inşallah otururlar. Erkek olan şu var erkek. Gerek olan da. Yine bunu alıp oturuver yine. Bu ne zaten ya?
isteklaringiz bo'lakcha. Assalomu alaykum davra qatnashchilari. Mana shu kun ukamizning ham shagirdimizning 50 yillik yubileyini 68 yaşab o'tirgan ekanmiz. Shu ukamning uzoq umr, bog' saodat, ishlarida rivoj. Xudoyim shu bolalarni tarbiyalashda uzoq umr bersin. Baxtli bo'lsin. Shu bolalar sog' salomat, o'zi sog' salomat yursin. Eng bir qo'lagil ustalardan ustamız bu. Xudoyim shu bundan buyon baxtin kelaversin. Hammamizning xonadonimizda shunchaki yaxshi gullar bo'lsin. Eng yomon gullarimiz shundan bo'lsin. Yurtimiz tinch bo'lsin, sog'lik bo'lsin, salomatlik bo'lsin. Rahmat. Gönlünüzdeki niyetlerge, arzu isteklerge erişin. Biz hürmet ve ihtiram ile damıllarımız bana kılavergen ekenek tebriklenişlerimiz ve kalaverse bana kılaş gereken bana şu tebrikine devam ettirelim. Assalomu alaykum hurmatli davra qatnashchilari. Mana bugun sinfdoshimiz, do'stimiz Ustarashim 50 yillik yubileyinde o'tiribmiz. Do'stimiz, sinfdoshimiz. Ustarash. Jora seni shina o'z nomimdan, oilam nomidan, sinfdoshlar nomidan 50 yillik yubiley bilan tabriklayman. Xudo xolasa shu sening 60 yillik, 70 yillik Peygamber yaşı 100 yıllık yubileyine şu Xudoy Taala şu ömür bergen insanlara nasip etsin. Yüzüye 120 yaşına girgeysen. Yine dostum şu yine bu teşkilegem aytdı, elatkom aytdı, benden aldı kile yine şu halal minet bilen, kol minetik bilen şu acayip ad obrey kazan verirsen. Bundan keyin hem ad obrey bundan hem ziyada bolgay. Senin şu işini oğulların aktıkların yine devam ettirgey. Şu hünerli adam hiç kaçan kem bolmaydı. Kesmine bereket tap. Kolun ayak hiç kadar dert görmesin. Şu ferzendlerin, aktıkların, çoğulukların hemmesi rahatını görüyorsun. Yine bize şu ya sınıftaşlar namından, ne oğul ballar namından, Xudoy şükür, ne kız ballar namından Gülsere şu arzumat savgalarını tapşırdılar. Dostumuz Xudoy şükür etsin. Rahmet tamamlı. Niyetleringizge, arzu isteklaringizge bizden koşulamiz. Xudoy şükür aka siz o'zingizni tabriklaringizni bildirib o'tsangiz. Rahmat. Assalomu alaykum, hurmatli davradoshlar. Yine bugün shunday bir ajoyib kamtarin inson, ajoyib do'stimiz, shunday bir mehnatkash, ajoyib yaxshi inson do'stimiz bu. Har kim maqtasa ham arziydi. Yine bu shunday bir Xudoy yedirganda shukrona aytib, el yurtda dasturxon yozib, shunday bir to'y tomosha deydigan shu to'ylarni kutib bo'lsin jo'ra. Tabriklaymiz. Xudoyim shu farzandlardan neyki istem, kutgan, neyki orzu, umidlaringiz bo'lsa, amalga oshsin. Shulardan kutganingizni Xudoy shu yetirsin, shu shunday kunlar, yaxshi kunlar. Shundaki hamma insonlar ham shunday kunlarda yaxshi kunlar to'ylab bo'lsin, topganlar yaxshi kunlarda to'ylab bo'lsin. Hech kim boshqasi to'ydan chiqmasa, ham to'ylar keladi. Shu sinfdosh o'g'il bolalardan bilan kichkina sovg'amiz bor edi. Şunu kabul kazanız. Azizlar, mana sinfdosh do'stlar, yaqin birodarlar mana yarashaganga o'zlarining ajoyib tuhfalar bilan kelganlar. Mana shu yaxshi tuhfalar albatta do'stlarning, sinfdosh urug'larning quvonchli ayyomlarida qaysin deymiz. Mana shu qolaversa mana Gülsarapon bu yerda ishtirok qilmoqda ekanlar. Butun mana shu sinfdoshlar, ayollar nomidan tabriklash qutlov navbatini Gülsarapon marhamat sizga bersak. İstanbul'da bir zamandan gidiyorlar, yaşıyor. Kişilerek doğmuyor. Esselamu Aleyküm hürmetli devre katlaşçıları. Mene bir gün biz sınıftaşımız 50 yıllık yıl inşallah oturgan ekemiz. Ben buna uzak ümit dilimez. Ailesine tümçülük, katılcırlık dilimez. Ondan keyin hem şunun yaxshi kunlar bo'laversin xonadonda. Hamisha to'ylar bo'lsin. Keyin bu davraga bir sabablarga ko'ra gelmay, ishtirok etolmayotgan sinfdosh xotin-qizlar nomidan ham tabriklayman. Keyin bizning xotin-qizlar, sinfdosh xotin-qizlarning arzumas savg'asini topshiraman.
Rahmat bizlarga. Azizlar mana sinfdoshlar nomidan shu sinfdosh tayyorlar nomidan topshirmoqchi ekanlar. Yarashmayga kelib mana shu quvonchli ayyomda mana shu sinfdoshlar bilan qarindosh urug'lar bilan to'qnashib turibsiz. Albatta sizning yoshingizga yosh qo'shilsin, shu umri kuningizga Xudo barakat bersin deb turibdilar. Mana shu niyatlaringizni, orzu istaklaringizni mana do'stlar shu istab turibdilar. Sizga yana oilaviy baxt tilaymiz. Biz azizlar yana sizdek ajoyib insonlarimizni Молодец, Bariyatır, zakon nima? Normalni bariyatırmi? Elle baharı karşılab o'tiribdilar. azizlar biz san'atga Payg'ambar yaşına yetganda 100 yaşları karşılanma ülketi size bilen ülketi o'tiradi. hamma o'zlarining yaxshi niyatlarini Shu dasturxon atrofida o'tirgan sevgan kunlaringizda ne niyatini ro'yobga chiqib, o'g'li qizlarni rohatini ko'rib, dasturxonlar atrofidan o'rin egallab eng yaxshi kunlaringizda san'atkorlar xizmatda bo'lib rahmat ajoyib niyatlarni orzu istaklarini bildirib kelganlar. Mana shu qarindosh urug'larni mana shunday to'y oqshomida qatnashayotgan barcha insonlarga o'zlarining ko'ngildagi niyatlarini, maqsadlarini, orzu istaklarini bildirib, mana shu Yarashbay akamizni sidqi dildan tabriklab, mana shu Yarashbay akamizga o'zlarining eng yaqin qarindosh urug'lari nomidan va shu tengdoshlari nomidan, shaxsan o'z oila a'zolari nomidan tabriklab o'tish deb Allah'ım şuna söylesin.
Makara, ona da olsa alamam dedim, ona da oldu yine. Yüz oldu. Yeah.
Ulan karı adam. Yo. Hizmeti. Dolduran. Atam. Dedem. Atam. Atası. Al bakalım canım. Kaç be? Evet. Atana kaç be? Kime? Gülü ver atana. Abi bir şey bak. Atana gülü ver. Aa, gülü. Siz gereksiz desen olur. Şimdi nerede alasam da? Parayı da indi sana mı? Ya çayını ayna işkili kurdur ya bu nefesini al. Eşik. Divan.
Yine buldu mu? Buldu. Gördünüz mü? Sağ olsun annesi. Bereket olsun. Rahmat. İsteklerinize bize qo'shilamiz va mana bugun Leyla'ning tabriklarini eshitamiz. Albatta farzandlarning o'rni o'zgacha. Farzandlar o'zlarining orzu niyatlarini, orzu istaklarida mana shu farzandlarimiz Assalomu alaykum davramiz qatnashchilari. Mana bugun biz atam 50 yoshlik yubiley to'yini yig'ilishgan ekanmiz. Shu atam men bilan 80-100 yoshlar birgalikda tashrif buyurdi. Hamisha baxtimiz sog' bo'lsin. Shu